Alloh taolo aytadi: "Men bandamning men haqidagi gumonidaman. Agar u bandam meni zikr qilsa, men u bilan birgaman. Agar u meni o'zining nafsida zikr qilsa, men ham uni o'z nafsimda zikr qilaman." Alloh sizni zikr qilishi nima, bilasizmi siz? Aqlingiz bavar qiladigan narsa emas. Siz aqlingiz yetmaydi. Alloh sizni zikr qilsa, bilasizmi nima bu siz uchun? Bu sakinat, osudalik, barakot, saodat. Alloh sizni zikr qilsa, birodar, bilasizmi sizga nima bor? Rahmat, qo'llashi, inoyati, panohi degani. Yana nima kerak sizga boshqa? Ha? Nima kerak yana sizga boshqa? Butun dunyoda xayriyati qo'lingda turibdi, ammo buni ko'rmaysan. Hayoting qo'lingda, ammo buni qadriga yetmaysan. Aytdik-ku darsimizda. Bu darslar siz bilan biz mana bu o'lchov va tushunchamizni tuzatadi. Hayotga qarashimizni tuzatadi. Endi hayotga qarashimiz, o'lchov tushunchamiz tuzalgandan keyin hammamiz baxtli ekanligimizni tushunamiz. Payg'ambarimiz aytadilar: "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afa fi jasadihi wa 'indahu quta yawmihi ka'annama hizat lahu ad-dunya bi hadafiriha." Kim deyaptilar Rasululloh? Qaranglar, mana Rasulullohning o'lchovida, shariatning o'lchovida kim eng baxtli odam? Kim eng boy odam? Rasululloh aytibdilar: kim qalbi xotirjam bo'lib, badani ofiyatda bo'lib, bir kunlik taomi bor bo'lib, tong ottirgan bo'lsa, go'yo u uchun dunyo keng bo'libdi. Rizqini keng bo'lishiga uni xursand qiladi. Nima qilsin bu odam? Ota-onasiga yaxshilik qilsin va qarindosh urug'chilikni o'rniga qo'ysin. Rossiyaga ketib, yillab telefon qilib qo'ymaydigan o'g'il bolalar bor yuribdi. Rossiyaga ketgan tirikchilik deb, ota-onasidan chiroyli duo olib ketgan, 1 yilda bir telefon qilib qo'ymaydiganlari bor. Ey, o'sha yurtda yurganlar, begona yurtda yurganlar, nimani istab yuribsan u yerda? Uyingda ota-enang o'tiribdi. Telefon qilib havo so'rab qolmaysan, oylar o'tib ketadi, ehtimol yillar o'tib ketadi. Sen nima qilaman deb yuribsan u yerda? Silay rahim, qarindosh urug'da holidan xabar olishlik. Hech bo'lmasa telefonda telefon qilib opangizni, xolangizni, ammangizni, tog'ingizni bir so'roq so'rab qo'ying. Mana rizqni ziyoda bo'lishiga sabab bo'lgan ish. As-sodiqul masduq bo'lgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar. Musofir yurtda yurganlar, tirikchilik deb safarga chiqqanlar, ibodatni ado qilaman deb yuribsiz. Sodiqul masduq bo'lgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar. Musofir yurtda yurganlar, tirikchilik deb safarga chiqqanlar, ibodatni ado qilaman deb yuribsizlar.